Inson sha'ni yuksalgan, mehnati qadr topgan yurtimizda imkoniyati cheklangan fuqarolarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularga mehr ko'rsatish va e'zozlash asrlar osha davom etib kelayotgan muqaddas qadriyat hisoblanadi. 3-dekabr Xalqaro nogironlar kuni munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbirlar ham tom ma'noda yurtimizda insonlarni qadrlash, o'zaro mehr-oqibat kabi insoniy fazilatlarni qaror toptirishga xizmat qilmoqda. Bugun ushbu sana munosabati bilan imkoniyati cheklangan, davlat ko'magiga muhtoj bo'lgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash maqsadida shahrimizdagi Yunusobod tadbirlar maskanida tashkil qilingan tadbir ham azaliy qadriyatlarimizga hamohang tarzda bo'lib o'tdi. Tadbirda ishtirok etgan shahar hokimi Gavhar Alimova bugungi kunda mamlakatimizda imkoniyati cheklangan shaxslarni ijtimoiy-siyosiy hayotga jalb etishga qaratilgan keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilayotganligi haqida so'z yuritdi. Muhimi, imkoniyati cheklangan har bir yurtdoshimiz xalqimizning davlat idoralarining e'tiborida chetda emasligi, ularning sabr-bardoshi va shukronalik fazilatlari bilan ko'pchilikka ibrat bo'lib kelayotganligini alohida ta'kidladi. Shundan so'ng tadbir ishtirokchilariga bayram sovg'alari taqdim etildi. Biz kabi nogironlarni o'ksik ko'ngillarini nurga to'ldirib, o'ynab kulib xursand bo'ldik. Avvalo prezidentimizga rahmat, shahar hokimiga rahmat. Biz kabi nogironlarni xabar oladilar, uyma-uy yurib, aholimizdan ham xabar oladilar. Yurtimiz tinch, osmonimiz beg'ubor bo'lsin. Tadbirkorlarga ham ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Shuni tadbirni tashkil qilib berganlari uchun ham rahmat. Ishlariga, kasbkorlariga baraka bersin. Minnatdormiz. O'zimiz nomimizdan, nogironlar nomidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bayram dasturxoni atrofidagi tadbir shahar madaniyat bo'limi san'atkorlarining musiqiy dasturi ostida davom etdi.